Tong yotibdi-yu. Quyosh tuqqani sandiqdan ketmonim oldi. Kamera. Eshik ochamiz. Hosilam yig'ilib ketibdi-yu. Mana bir ovoraylikchi. Ertalab yorishganda mushaklarim og'riyapti. Bir ishni ham boshlab yubordik. Hammasi o'tishiraylik. Yana qayerga chiqyapti? Hosilni qaranglar. Xo'sh, hammasini endi bitta va yachga quduqqa tashlab olib kerak emas. O'zi quduqda ham hech kim ishlatmayapti. Mana. Xo'sh, endi hammasini ekib chiqamiz. Ibada so'z ekiladi-yu. Ne chekyapani? Xo'sh, so'zlarni ekib chiqamiz endi. Qani. Toshkaga yo'qda. Keyingisiga ham kartoshka. Undan keyingisiga sabzi. Endi sabzilarni ekamiz. Yatgancha bola, sizlar men samlashmayapman-ku. Kamerani qo'yib olaylik. Qani kamerani bu yoqqa joylashtiramiz. Endi kamerani yoqishimiz kerak. Xo'sh, to'g'rilab olamiz. Yoqdik. Stop bola. Kamera xato ketib qoldi. To'tili. Xato qo'yibpa. Xo'sh, yana chiqib olamiz. To'g'rilaymiz. On qilamiz. Qani o. Yo'q, barcha sizlar bilan ras va anchadan beri bilgan bo'lsangiz do'stlar, anchadan beri men video chiqarganim yo'q. Kanalimda anchadan beri video yo'q edi. Men deyarli dam oldim desam ham bo'laveradi. Xullas bolalar. Sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Meni hayotiy ishlar tufayli men video chiqara olmadim, ya'ni oilaga yordam berish, oilaga katta farzand degan shunday tushunchalar bilan xullas video chiqara olmay qoldim. Endi bolalar sizlar bilan video chiqara olaman derdim-u, endi har doim emas, chiqarib qolishi mumkin, ehtimoli bor, lekin va'da bera olmayman bolalar, to'g'risi. Xullas bolalar, bilganlar, endi mana shu mening qishlog'im. Xullas bitta videolarimiz bolalar, yangi yil shetda nishonlaymiz. Eslaringda bo'lsa, meni eski kanalimni kim ko'rib turgan bo'lsa, o'shda men yangi yilda kichkinagina qishloqdan nishonladim. U yangi yil ham bo'lmadi, shaninglar bolalar. Bo'lmadi. Endi hozir katta qishloqqa ko'chdim, ya'ni o'zimni katta qishlog'im. Meni qo'shnim ham bor, endi qo'shni hozircha ta'tilda desa ham bo'ladi, ishlab yuribdi. Xullas bolalar. Xullas sizlar bilan endi oxirgacha bo'laman. Xullas kamera o'chiraylik bolalar. Xullas yoz bo'ldik-ku, to'g'rimi? Olamiz kamerani. Mana ketdik. Tanishtirishdan boshlaymiz. Xo'sh, bilib turganingizdek, bu meni uyim. Ichlari bor, yaxshigina uy, mana kravatim bor meni. Notebookim, bu yerda sirli joy bor. Mana mening kompyuter xonam. Yoqilmadi-yu. Mana konditsionerlar bor. Ikkitali kompyuter, bu meni stolim. Bu yerda endi xohlagan odamlar kelib o'ynaydi. Menga qiziq ham yo'q. Svet o'chirib qo'yamiz. Tejash kerak svetni. Xo'sh. Buni ham sindiramiz. Chiqarmayaptimi nima? To'g'rilash kerak. Chiqishni boshqacha qilish kerak edi o'zi. Va to'g'ri kelmayapti. O'zi endi bekitib qo'yamiz sekinlik bilan. Endi mana uyimni ham bezatganman bolalar. Svetlar o'chib yonadi. Texnologiya. Xullasda. Mana tashqi ko'rinishi. Bu tomonda ham. Bu esa mening qo'shnimning uyi. Bu qo'shnim ham zo'r ta'tillarda yuradi, mazza qiladi. Hozircha shaharga ketgan ishlar bo'yicha qishloqqa kelish xohlamadi, o'zi bilganini qilsin dedim. Qizil paypoq, archa, Wi-Fi 3 ta sho'xli. Innovatsiya.
Mana bu yersa o montajistskiy xona. O Verti. Ismi Vertida. O YouTuberskiy. YouTuber desam bo'ladi deyarli. O kamera. Meniki bilan bir xil. O zo'r-ku. Gapiramizda. Set o'chiqmadi. Tushunmayapman. Set o'chiqmi? Endi o'chirib qo'ydik. Xo'sh, mana uni qurchog'i yoqmayapti, lekin menga rostdan qurchog'i yoqmaydi. Televizor. PlayStation 5. Qimmat boyvachcha. Boylarni qaranglar. Xo'sh. Mana bu esa uni hovlisi. Hovlisi ham bu bino o'zi nimaga kerak bilmayman. Qo'shnim qurib qo'ygan. Nima qilishni haligacha bilmayman. Na nur taratadi, na boshqa ish bilan. Mana sandiqlarda. Men yetkazib beruvchi ham bo'ladi. Menga narsa yetkazib beradi u qo'shnim. Hozir yo'q. Yaxshi narsa. Buni mashinasi ham bor, qaranglar. Dahshat mashina o'zi ham. Chiqib olaylik ana. Dahshat mashina bu. Qimmat bu mashina. Meni ham xudo xohlasa shu bo'lib turadi. Shuni ham olaman men ham. Shunga o'xshashrog'ini. Bir qishloqdan ham kelaylik. Xafa bo'lmas qo'shni. O'zi samolyotda uchib ketganda eng qizig'i hamda. Qishloqlar qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Qishloqlar. Ana. To'g'rilab qo'yamiz, sug'ilib qo'yamiz. Parkovka. Xo'sh, ana. Qo'shni nimada ketdi? deb o'ylayotgan bo'lsangiz, samolyotda ketgan. Qor bobo. Bu nima deyiladi? Kiyiklar, yonuvchi kiyiklar. To'g'ri. Mana bu bankimiz. Banki. Soliqchi, qandaysiz? Yaxshi, o'zingchi? Yaxshi. Bugun soliq to'lash shart emasmi? Yo'q, ertaga yangi yil-ku, sendan bugun soliq olmayman. Yaxshi. Eshikni qo'yamiz. Bu bizning bankimiz. Olasiz bankir? Yaxshi, o'zingchi? Bezatibsizmi? Yaxshi-ku, innovatsiya. Bezatdim. Sizdan qarz olsam bo'ladimi? Qo'llaganingcha olaver. Faqat ertaga. Nimaga ertaga? Bugun olsam bo'lmaydimi? Yo'q, chunki ertaga yangi yil munosabati bilan sovg'a qilib yuboraman. Boyvachcha olib ketibsiz, boyvachcha. Ketdik endi. Endi bizni qishloqdagi oddiy uylardan biri, mana. Bu ham oddiy uy, bu ham bezatibdi. Bu esa qurol savdo joyi. Bizda qurollar bu. Bu qurol sotadi mana. Ko'shlar mumkin, olovotar, sniper. Bilmayman, daravashka, sniper, nezirtiv aslahalar. Bir kun sandan narsa olamanda. Qo'llagan paytidagi. Shader ko'rlar bola, shader. Yaxshimi? Mana bu mening ishxonam. Men bitta kafeni xo'jayiniman, kafeda ishlayman. Xullas, mini kafe desam bo'ladi. Ko'pchilik kelmaydi. Tepada ovqatlar, bu tomon, nari tomonda ham ovqatlar bor. Bu tomonda hech narsa yo'q. Bitta musiqa eshitamiz. Tepada plastinkalar bor. Yaxshigina plastinkalar. Xo'sh, mashina olib qo'yaylik. Bugun mening ish kunim emas, baribir bugun ishlamaymiz, bilasizlar. Chunki ertaga yangi yil. Shu onda ishlashim mumkin, qolgan paytimda ishlayveraman. Qishloqlar ko'p ham kelmayapti. Qani uyga ketdik bolalar. Qani. Xo'sh, mana uyim mening. Notebookda bir ko'raylik-chi. To'xtanglar, pastda kompyuterxonam bor-ku. To'g'rimi bolalar? Svet o'chib qo'ygan mana. To'xta. Eshik qulfladik. Yaxshi. Kamerani joyiga qo'yib qo'yamiz, ketmonni, ovqatlarni joyiga qo'yib qo'yamiz. Yegan xo'jayinlar. Ketmonni joyiga qo'yib qo'yish esmas qolibdi. Mana ochamiz sekilli bilan. Xo'sh, mana svet yoqamiz. Endi kechqurungacha mazza qilib o'tiramiz. Xo'sh. Mana kompyuterlarni yoqamiz. Ketdi. Kompyuterlarda ishlar zash ketyapti. Ko'rib o'tiramiz endi.
juda qiziq bo'lmay qolyapti, bolalar, rostdan qiziq bo'lmayapti kompyuter. Bo'ldi, turaman. Turdi kompyuterdan. Men zakaz qilishim kerak edi. Bu kompyuterda qilmaymiz, yo bo'ldi, bu kompyuterni o'chirib qo'yamiz. Endi nari kompyuterda zakaz qilamiz. Mana kompyuter. Yoqamiz. Chiroyli yoqish shart emas. Monitor yoqsa bo'ldi, chiroyli shart emas o'zi. Qani ketdik. Zakaz boshladik. Archa zakaz qilamiz. Hop, mana archa. 29 dollar deyaptimi? Oho, 49 shunday deyapti shekilli bo'ldi. Bo'pti, bitta zakaz qilamiz. Pulni uyimizni eshik tagidan olaverasizmi? Eshikka sandiq qo'yib qo'yaman, eshik tagidan olarmikin? Ha, olarkan. Yaxshi. Xo'sh. Yaxshi. Bo'ldi, zakaz qilib bo'ldik, bolalar. Endi sekingina kompyuterni o'chirib, monitorlarni o'chirib ketaveramiz. Monitor o'chiramiz. Ketdi endi tepaga. Svetni o'chirib qo'yish kerak. Tepani ochamiz. Buni sindirish kerak. Olamiz buni. Endi yopib qo'yamiz. Sekingina o'tirib, bekitib qo'yamiz. Bu joy bekitadigan joy. Endi tashqariga chiqaylik-chi. Kechqurun bo'pti. Opon, qaranglar, chiroyliligini bo'ldi. Shuni ertaga uxlab tursa, yangi yil. Uxlash vaqti kelib bo'pti. Uyqu kelyapti degan rostdan bo'ldi. Bo'pti, bolalar, yaxshi dam olinglar. A few moments later. Tashqariga bitta qaraychi. Qor yog'yapti. Nima? Bolalar, ko'chada qor yog'yapti. Qaranglar, vau! Hamma yoqda qor yog'yapti. Suvligiga qaranglar. Voy. Bolalar, bir daqiqa kuttinglar. Kiyimimni almashtirib olay. Suvligini qaranglar, kiyim almashtirib olay. Mana bolalar. Hozir kamerada o'zim ko'rsataman kiyimimni, qaysi kiyimga almashtirganimni kameramga olay. Qani ketdik. Buni qaranglar. Sovg'alarni zakaz qilgan narsalar ham kelibdi. Bu qishloqlar uchun sovg'a. Lapatkani tashlab ketishibdi, batlan qilgan to'g'ri. Kerak bo'ladi. Tosh sindirib qo'ydim-da, mayli. Qishloqni qaranglar. Qishloqlar qandaysizlar? Vau, qaranglar. Aytganimdek, xuddi o'sha archa bo'pti, qaranglar, g'irto'zi. Mana bu esa syurpriz. Buni kechqurun soat 12 bo'lganda otamiz bo'ldi. Qishloqlar, yaxshimisizlar? Qanday? Archa yoqdimi? Ha, rost yoqdi. Yaxshi. Ishxonamga boraychi. Aytgancha, bugun mendan tekinga ovqat. Masaku. Kelishar balkim, kelishmas bilmadim. Hamma yo'q, bezatildi. Mazza qilyapmiz-da. Mana. Ichkariga kiramiz. Ishxonamiz issiq edi, o'tinglar. Ko'rsatmabman ko'zimni. Hozir 1 daqiqa, bolalar. Do'stlar, 1 daqiqa. Ishxonamga kamera. Kameram bunday tursa, mana bunday qilib sizlar bilan gaplashaman. On. Mana bolalar. Qanday, yoqdimi? Kiyimim yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, lakchani bosib qo'yinglar. Ko'rasizlarmi? Bu o'zim yangi qishki kiyim. Men qo'rbomaman. Xullas kiyimni kiyib oldim, bolalar. Ko'cha rostdan muzlayapti. Olib tashlaymiz. Xullas ko'cha muzlayapti rostdan, qaranglar. Hamma yoqda qor yog'yapti. Julining qaranglar, qor. Hozir tongda. Ishxona, ishxonasiga o'tirmoqman. Mana. Hozir bironta gazetani qo'yib ishlaydimi? 1 daqiqa, bolalar. Bitta narsasidan chiqibdi, bolalar. Nastroykadan biz musiqani yoqmaganmiz. Yo'q, adashib ketdim. Unutib kirmaslik kerak edi. Xato qildik-da, bolalar. Mana. To'g'ri qilibman, mana. Audioga kirmas shekilli-da. Mayli, audio qilib qo'ychi mana. Mayli, yuz yoshib qo'ychi. 9 kilometr, to'g'rimi? Endi eshitdinglar. Yomon, xolos. Bularni qo'yib qo'yamiz. Yaxshi. Vau. Ko'rasizlarmi? Biz sonimizda. Menga bir necha vaqt beringlar. Ishxonam zo'ryapman-da.
Hozir uydan blokga to'g'rilab qo'yaman. Hozmas lekin. Bo'pti bolalar, sizlar bilan shu yerda hozircha uzib turaman aloqani, chunki qor bobosi xullas bolalar, shu yerda aloqani uzib turaman hozir. Men ichkariga kirib turib kompyuterdan narsa qilib turishim kerak. Men kompyuterdan narsa qilgandan keyin videoni yoqaman. Ketdi. 2000 years later. Rostdan bo'ldi, ishimni qilib bo'ldim kompyuterda. Endi kelinglar sizlar bilan hozir nima edi? Uyda yolg'iz filmni ko'ramiz. Hali beri kechqurun tushishiga hali vaqt bor, to'g'rimi? 1 daqiqa soat tilib qo'ymaganda. Nima ilmagan desanglar, soatda ovoz chiqaman bunaqa. Eshityapsizmi? Shu yo'qmaganda. Voh, soat 12. Voh. Voy, jicha qopti. Mana hali vaqtim bor ekan. Hop qo'y. Mana och kiradichi. Hozir bitta kompyuter bilan sizlar bilan uyda yolg'iz filmni ko'ramiz. Mana bu ikkita kompyuterlarni ko'ramiz. Yetgacha monitor ham panama monitor endi o'qib qo'ydik. Mana. Qani ketdik, uyda yolg'iz filmi ketdi. Albatta bu men to'g'ri katta bu kompyuterni ko'rish qiyin bo'ladi. Mana bunday buni o'chirib qo'yaylik. Mana. Monitor o'chib bo'lmayapti-da. Qani. Mana bunday ko'ramiz. Monitor yoqaman. Ketdi. Chiroyli masaj yo'qotib qo'y. Qani ketdi. Rosta kelib rosa kulgili bo'ladi. Boshlanyapti. Voy, Kevin ham ko'rib rostdan izlab ketdim men. Kompyuter o'chiramiz, aytgancha bitta tushib ketish kerak. Bo'ldi. To'xta. Sen bundan ham bo'ladi. Cheeseburger hozir ham kelmayapti to'g'risi. Cheeseburger ham kelmayapti. Do'stimga telefon qilay. Qani, nomer nechilikdi? Ha, teri, mana nomeri. Adashib ketibman. Alo. Qo'shni. Olmayapti. Men shu yangi shaharni sholayapti. Biz ham sholaymiz. Bu sandiqni endi yo'qib qo'yaylik. Chunki bu sandiq endi turmaydi. Sandiqni yo'qib qo'yaman. Sandiqqa qo'yib qo'yamiz. Mana. Mana qor bobo. Santa Claus. Hozir yo'q dashdi-yu. Menda nimadir bo'lganda illyustratsiya boshlangan, rostdan bo'ldi, illyustratsiya boshlandi. Yetgancha bankdan xohlagancha pul qarz ham bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Yana shu. Banker, qalaysiz? Yaxshi. Xohlagancha qarz ham bo'laveradimi? Ha, olaver. Bo'pti, olaman. Mana bu bo'lini qaranglar. Menimcha ko'p yetmanga, menimcha kam ko'p. To'g'risida Ya, yaxshi. Qatamlar so'zsa ko'rganim-e. men shunaqa hiperlik hididan sezaman-da. Boyib keting-e. Uzr bolalar, pastga tushib chiqdim. Narsa olib chiqqani. Hansirab bo'ldim, xafa bo'lmanglar do'stlar. Rostdan hansirab bo'ldim, pastga tushib chiqquncha. O'zi 7-etajdan piyoda tushguncha mexi. Hazil bolalar, 4-etajdan chiqib tushdim. Shu yugurib tushdim-da, mana. Bolalar. Bitta fervoklar qo'yilgan. Kechqurun bambillatamiz. Voy, zo'r qurib qo'yishibdi o'zi ham. Bekitish kerak edi bunday joylarni, mayli. Kechqurun soat 12 da bambillatamiz-da o'zi ham. Hozir nima qilamiz aytaymi? Hozir mana. Ishxonamda o'tiramiz. Mirzoda kelishni kutib o'tiramiz. Qani ket. Bolalar bitta narsa aytishimni ketdi. Kompyuter qo'yish kerak. Ya'ni kassa. Bitta pul hisoblaydigan kassa bo'lishi kerak-da. Qachonlar sotib olaman? Xullas, kutamiz.
Voy bo'ldi. Kecham tushyapti bu qariyalar. Ishxonani yopib ketaveramiz. Soat 12 bo'lganda kelamiz. Batga emas endi. To'g'rilib qo'yaman shu yerda qachondir. Soat 12 bo'lishiga amojicha qoldi. Qani ketdik. Uyda soatim qayerda edi? Shu o'zim kichkina emas, katta soat olib, menga nima zararlikida bolalar, to'g'rimi? Kichkina ham yetardi menga. Mana qo'yib berishaqa. Mana. Yaqinlashib qopti 12 ga. Bu jilmayapti. Adashib ketibman. Yaxshi. Sal ovoz olmayapti-yu, mayli, normalchilik ketsa. Kencha paytdan olgan pullarimni qo'yib qo'y. Kamerani yo'q bo'ladi maqa. Mana, mana. Bolalar, sizlarga qiziq savol. Men qanday rusumda telefon ishlataman? Yo, haqiqiy dunyoda Minecraft emas. Sizlarda 5 sekund vaqt. Kommentariyada javobni yozib qoldiringlar. Qani vaqt ketdi. Ungacha bolalar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yozib qo'yishdan oldin bitta reklama eshitinglar. Agar sizlarga shunday modlar, shunga o'xshagan datafak, mana shu qor yog'diradigan modlar, shu qushlarning kartasi kerak bo'lsa, bemalol Ras Minecrafter Telegramga murojaat qilaverasizlar. Telegram mana bu yerda ko'rib turgan, adashib ketdi. Mana bu ko'rib turgan QR kodingizda joylashgan. Shu yerda QR kodni skaner qiling yoki nima deydi? YouTube'da shapkasidan topinglar, xullas o'sha. Mana shu demasan QR koddan foydalanib qo'yinglar. Mana shu QR koddan foydalaninglar. Foydali narsa o'zi. Bo'ldi, 5 sekund tugadi. Men hali ishlatadigan telefon rusumi bu iPhone 15 Pro Max. Nima deb o'ylading? Aka, Minecraft sotganmisiz deyishim mumkin, yo'q. Ukam, yoki aka, o'ylamanglar, men Minecraft sotmaganman. Men buni bepulga o'rnatganman. Agar sizlarga ham shu bepulga o'rnatish kerak bo'lsa, bemalol shu haqida video qilishim yozib qoldiringlar kommentga. Shu haqida video qilaman. Hozir isbotlab berishim mumkin, qaranglar. Hozir qaranglar. Ovoz eshitdilar. Uzra bo'lar. 1 daqiqa. Hozir zaryad qo'yaman, eshitasizlar. Eshittiringlar. Eshitdilarmi? Yo, bezib qoldimmi? Xullas, mana hozir ko'chiraman, qarab turing, mana. Mana. iPhone ezur. iPhone'ni isbotladim bolalar. Xullas, iPhone ko'chirish bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar, shu haqida video qilaman. Unda bo'ldi, kamerani o'chiramiz. Bo'ldi. Ofafa. Xullas. Hozircha kutib o'tiramiz. Qachon 12 bo'lishini. Bola soat 12 bo'ldi, bola soat 12 bo'ldi. Ket. Dayamsizlar? 12 bo'lishiga 3 atiga 1 minut vaqt qoldi. Qishloqlar tayyorlaninglar, soat 12 bo'lishiga 1 minut vaqt qoldi. Kamerani joylashtirib, qoch. Qoch baqa, qoch. Hammalar qochinglar. Kamera. Yaxshi. Kamera joylashtirildi, to'g'rilmas ekan. Chimanaroqqa joylashtirish kerak, chimanaroqqa. Bekor yo'q, qishloqqa qo'shdimmi? Mana bu yoqqa, yaxshi. Kutamiz. Qishloqlar, hammamiz yig'ilinglar. Keyin qishloq bizga rasm yo'lasa. Turmaqa. Tur mashaqqa, sen videochi bo'lasan. Qishloqlar 12 bo'lishiga 3 minut qoldi. 10 sekund qoldimi? Qancha qoldi? Atiga 10 sekund. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yangi yil kirib keldi bolalar. Qani Olga. Kamera yo'q esimdan chiqdi, mana kamera yo'q qo'yish esimdan chiqdi. Mana qishloqqa kamera yo'qmasdan o'zing. Qani ketdi. Qani bolalar. Xullas bolalar, adushi ko'rganlaringiz uchun rahmat deb qolaman. Keyingi videolar chiqishini xohlasanglar videoga like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalarni yangi yil bilan tabriklayman. Ilohim ota-onangizni baxtiga sog' bo'ling. Shunday yangi yillarni ko'rish hammamizga nasib etsin. Albatta kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring, keyingi video qanday bo'lsin. Va bittasi aytsam do'stlar, yangi yilingiz muborak bo'lsin. Keyingi yangi yil videolariga yoki oddiy video ko'rishguncha xayr. Sog' omon bo'linglar.